Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz sizlarga bitta layfhak ko'rsatamiz. Milklarni qanday qilib upakovka qilish jarayoni. Ana bu milklarni qadoqchalarini pichat qilib kelib, pichat jarayonlari kimga qiziq bo'lsa, kommentga plus belgisini qo'ysin. Biz u vaqtida ham video taxlab sizlarga uzatamiz. Ana bu milklarni qadoqchalarga kirgizilib, bitta kirgiziladi ruchnoy. Keyin buni biza sterilizatsiyaga beramiz. Sterilizatsiyadan keyin bular vrachlarga tayyor holatda ishlatishga yaroqli bo'ladi. Bu milklar sterilizatsiyadan chiqishi kerak. Bo'lmasa bular sterilni bo'lmasa bular ishlatib bo'lmaydi. Ana sterilni bo'lgandan keyingi holati ana bu yo'g'ini atpichatga qilinadi. Ana sterilni bo'lgan holdagi nimasini solishtirsak, ana bu yoqda nimalar indikatorlarga qarasangizlar, indikatorlari o'zgargan. Chunki bu sterilizatsiyaga borib kelgandan keyin o'z rangini o'zgartiradi. Kimga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentga plus belgisini qoldiringlar. Biz sizga to'liqroq ma'lumot formatida yuboramiz. Dayni asalchalarim.